Ovozliq kitob apdetadi. Assalomu alaykum hurmatli radio anglaguvchilar. Adabiy anglatish programmamizni anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programmamizda yozuvchi Turg'an To'xtamning Xinjiang yoshlar o'smirlar nashriyati tarafidan nashr qilingan Nozugum nomli tarixiy romanining davomini anglatamiz. Nozugum, o'zingizga ogoh bo'ling. Endi biz ko'miga mushukun qolgan mıydı? Bular erlarni azobligini oz deganda, qizlarimizmi kun ko'rsatmaydigan o'xshaydi. Qumush aralab kun chiqdi. Yolg'iz boshqa mum tushdi. Men Nozugni tutqili sulun cheriklari chiqdi. Nozugum, yaraysiz. Siz o'lib ketsangizmi, lekin biz bu jasoratingizni unutmaymiz. Siz uchun intiqom olamiz. Kızımni qo'yib yutinglar. İflaslar. Xo'sh aka, nerede bo'lsaqmi omon bo'laylik. Balqamni ko'rib qolsam, meni uni taqatsiz kutadiganligimni aytdim. U endi Nozugumni qo'yib bermay quchoqlab, o'ziga texmi mahkam tortmoqda edi. Buni tapilayman deb, beshimga texmi cho'ng bola tepib olmay, deb o'ylagan Nozugum Motibu degan bu sulundan qanday qutulishning amalini izlagili turdi. Uni odamlarning oyig'i besiqicha jim qilib turish uchun yetib turg'ini yaxshimikin degan o'y bilan borgan seri o'ziga chaplashib kelayotgan sulun amaldoriga oldin ola tayyorlab qo'ygan yog'och karavotdagi o'rin ko'rpalarni sharat qilib ko'rsatdi. "Oyeg berib yotayli." Motibu qancha mas bo'lsa-mu Nozugum yotadigan o'rinni ko'rsatganda nima haqda gap bo'layotganini sezdi bo'lg'ay, darhol o'rnidan turib kiyimlarini selib karavotdagi yotqanning ichiga kirdi. Ondan qo'li bilan sharat qilib Nozugumni chaqirdi. Lekin Nozugum o'zini majburlab kulib bir oz vaqtgacha o'rnidan turmay o'ltirdi. Ondan Motibuga qarab, "Nega o'qitmadiq-ku?" Kishi avassam, chantola o'ylarda yo'qkan. Nikohni ati o'qisaqmi bo'ladi? Nozugum uning alpozini payqab eshik tarafni ko'rsatdi. "Texa atdigan xizmatchi ayol kirib qolsa uyat bo'ladi. Siz yetib turing, men bir ozdan keyin yotaman." Motibu Nozugumning gaplariga ishinib birpas jim bo'lib qoldi. Bu chog'da uning ko'zlari to'rilishib mugidashga boshladi. Nozugumning kutgani mushu edi. Ammo karavotdagi Motibu uxlamaslikqa tirishgandek, pat-patla kichik ko'zlarini yirtib echib Nozugumga qarab qo'yatdi. Oxir u xo'rak tortib qattiq uyquga ketdi. "Xudoga shukr", deb Nozugum cho'nqur nafas oldida uni uyg'otib qo'ymaslik uchun o'rnidan qo'zg'almay o'ltirdi. Motibu ba'zida uni izlayotgandek jo'yilib bir narsalarni deydi. Endi Nozugummu karavotning qishig'iga kelib uning qo'lini tutdi. Motibu buning hammasini xuddi tushida ko'rib payzi qilayotgandek tez-tezla og'zini tamshib qo'yatdi. Nozugum xeyli vaqtgacha shuk o'ltirdi. Boshda u uyga bir ikki qitim kirib chiqib ketgan xizmatkor ayol yana kirib qolamdikan degandek dakki-dukki bo'lgan edi. Lekin u Nozugumning Motibu yotgan karavotga kelib, xo'jayinining qo'lini tutib o'ltirganini ko'rgandan keyin xotirjam bo'lib hijiyib, "Endi yana kirmayman, yetaveringlar" degandek sharat qilib chiqib ketgan edi. Shuningdan keyin u eshikni yenib ochmadi. Shundaq bo'lsa-mu, tashvishlanib turgan Nozugum eshikka qarab chapsonroq qaytishning yo'lini o'ylayotdi. U bir necha qitim birari bizni marab yurmisun degan o'y bilan putining uchida bo'sog'iga berib eshikka qo'liqini yiqib tinglab baqdi. Ikki qitim eshikni echib tashqariga sapsilib qaradi. Yaqin orada hech kim ko'rinmaydi. Balkim xizmat qilayotganlarning ko'ngillari amin tepib, haroq ichkili yoki dam olg'ili biror bulunga kirib ketgan o'xshaydi. Nozugum atrofni ko'zdan kechirgandan keyin mo'ng'ay desa, Motibu uyg'onib ketadiganday qiladi. Agar u uyg'onib ketsa, o'zining yanada yo'q ekanligini ko'rib, vangchung ko'tirib darhol tutib olishi mumkin. Lekin bu fursatni qo'ldan berishga bo'lmaydi.
qandoq qilib bo'lmasin tong yo'rg'icha qechib ketish kerak. Motibuning masligi qaytib sagib qolsa, uni o'z erkiga qo'yib bermaydi. U bir pas ko'zini yumib turib qoldi. Hayotning biror halovatini ko'rmagandan keyin jonni qiynab o'ltirg'icha muni xanjarni yuragimga sanjaymikin deb o'yladi. Biroq Qashqardagi hetgohda tarijisini kang yeyib, ko'mishdek oppoq soqollarini to'pig'i milab yerga yiqilgan otisi. Monju cheriklari nayzi sanjig'anda ovozi arishga yetgan 3 yoshli qizi ko'z oldiga keldida butun badanini titrak besib ketdi. U hozir maydasiga xanjar urib o'lib ketsa, shu zamonla oshularga qo'shilib hayotning barliq azobidan biroqli qutulidigandek tuyuladi. Ammo shu chaqda eri boqqanning Nozugum, sen o'zingni yo'qotma. Men seni yerning tagidan bo'lsa-mu izlab topaman. deb aytgan so'zlari quliqida jaranglagandek bo'ldi-da, beshini dast ko'tardi. Lekin atrofda hech kim yo'q. Uydagi yog'och karavotda yotgan Motibu dunyodan beg'am xo'rak tortib uxlamoqda. Uning dakki-dukki ko'ngli sal besilib birdan jim o'ltirdi. Aslida u bir-birini suygan yoshlarning beshiga xatar tug'ilsa, uni yengishga intilmay, doim mushundaq oson o'limlarga urindiganlarga qarshi edi. Shunga u hozir o'ziga ashundaq o'limni ravo ko'rmadi. O'lishga har qachon ulguraman-ku. Uningdan ko'ra yana bir qaytim qaytishga harakat qilib boqay. Balki boqam o'sha atrofda yuridigandi. Dedi-da, kiyimlarini tuzab, chechini beshiga turib o'rdi. U xarqirab uxlayotgan munu solun Motibuni ujuqtirmay turib bir yoqqa ketalmaydiganligini sezdi. Beshiga mushu o'y kelganda yana bir pas demi ichiga tushib, xuddi o'yimni biri sezib qolmasin degandek olqini bilan og'zini yepib, karavotda yotgan Motiboga qarab qo'ydi. Ichida "Men nima davotaman? Shayton iziqtiryaptamdi-ya" degan o'y kechdi. Uningga bu solun dastlabdala cho'ng yulduzdagi Bayir Noyanga o'xshash surlik ko'rinmagan edi. Hozir zansilib qaravedi, beg'am uxlayotgan uning chiroyi bekmi muloyim ko'rinib, hech bir yomonlik qilmaydigan, hech bir narsaga qarshilik ko'rsatmaydigan yavash va ojiz odamga o'xshab ketdi. U boyatdan beri uningdan qo'rqib, qo'liga tushib qilishdan ansirab tashvishlangan bo'lsa, amdi uni arzimas narsa qatorida ko'rib qo'rqinchi yo'qoldi. Solun amaldori nima qilsang ixtiyor o'zingda degandek qo'llarini kang yeyib uxlamoqda. Nuzugum nech qitim kamzulining yonchuqidagi xanjarini olmoqchi bo'ldi, lekin jur'at qilolmadi. Buningda nima gunoh? Meni bu olmasa boshqasi oladi. Buning qo'liga tushmasam, boshqasining qo'liga tushatdim. Mening bu kulpatlarga tushganimga yolg'iz mushili gunohkor emas-ku. Amaldor Solun qattiq uxlamoqda. Nuzugumning ko'nglida birdilla uxlaganda odam turmoq yo'lvosmi yavash bo'lib ketadi degan o'y paydo bo'lib edi. Hozirla sal yumshigan dili qaytadan g'azab nafratga to'ldi. Men hozir uni oyg'inim bilan u uyg'onib qolsa meni hargiz ayamaydi, dedi-da xanjarini g'ilipidan sug'urib chiqardi. Uning ko'z oldiga yana boqam keldi. Nuzugum, bu Solunni o'ldirayotgan men emas. Boqam. Sababi u boqamning suygan yarini tortib elib, xudun qilg'ilayotdi, deb o'yladi. Shu hamon uningga kuchmador qo'shilgandek bo'ldi. Boyiqi qo'rqish tashvishlarini tugab, g'azab nafrati kuchaydi. Shuningdimi nima qilayotganini yana bir qaytim o'ylab, birari poylab turmagandi degandek eshik derizlarga zansilib qaradi. Eshik ochiq turadi. U o'rnidan turib eshikning ilg'uchini ildi. Bulungdagi yenib turgan chiroqning yo'riqini pasaytib, Motibuning qishig'i kelgan edi. U uyg'onib ketib, Nuzugumni tutib oldi. Ondan uni kuchli qo'llari bilan o'ziga tortib maydasiga bosdi. Nuzugum endi buning qo'lidan qutulib ketolmaydigan o'xshayman deb qo'rqib, qo'lida mahkam tutib turgan xanjarini Motibuning kekirdikiga survatdi. Motibu darhol Nuzugumni quchoqlagan qo'lini qo'yivetdi.
Nuzugum yenidagi yostiq bilan uning og'zini mahkam yepib ustidan besib oldi. O'tkir xanjar Moti buning bo'ynini kesib atganligini Nuzugum sezsa-mu, qo'rqinidan yostiq ostidan qo'lini olmadi. Bir chaqda Sulunning tunjiqib xortildigan o'ni anglandi. U put qo'llarini tipirlatib, qattiq bir silkindida o'zini lossida qo'yib etib jim bo'ldi. Nuzugum faqat shuningdan keyinla xuddi uning bilan billala u dunyoga ketgandek ko'zini yumdi-da jim bo'lib qoldi. Uningga bu dunyoda yashash tugagandek bilindi. Nuzugum Moti buning u dunyoga ketganiga ko'zi yetgandan keyin bir qo'li bilan karvatga tayinib tursa-mu, xanjar tutgan qo'lini o'rnidan qo'zg'amay turib, ikkinchi qo'li bilan uning yuziga yopgan yostiqni oldi. Faqat shu chaqdala o'zining nima qilib qo'yganligini ko'rib, qoqqan qo'ziqdek turib qoldi. Yostiq va yotgan ko'rpalarning hammasi qizil qon bo'lib ketgan edi. Moti buning beshi bir yeniga qaysib qopdi. Uning cho'niqidan chiqib ketadigandek yo'g'inib ketgan ko'zlari meni qaysi gunohim uchun musha holga tushirib qo'yding deb talmirib qarayotgandek ko'rinadi. Uni o'lmay qolmasin deb Nuzugum xanjarni surkavergachga Moti buning beshi uzilib tushayli deb qopdi. Uning kesilgan bo'ynidan qon shalvarab eqiyotdi. Sulunning rostilla o'lib ketganiga ko'zi yetgan Nuzugum endi nima qilishini bilmay huduqib qoldi. Nuzugum hozir bu ishni birari ko'rib qolguncha uydan chiqib ketishga oldirdi. Qonga milangan xanjarini yotqonga surtib, tozalagandan keyin uni xilopga tiqib, kamzulining yonchuqiga soldi. Yostiqni Sulunning qo'yniga tiqib, o'likni karavotda o'zi bilan birga yotgandek yotqizdi-da, xuddi odamlar bularni uxlab yetibdi degan tuyg'uga kelishi uchun ustidan yotgan yepib qo'ydi. Qon yo'qi qo'lini uning ko'ngliga surtib, qon bo'lib ketgan narsalarni yotqonning ostiga tiqdi-da, endi tashqaridan kirgan har qanday odam bular quchoqlashib uxlab yetibdi deb Sulunning qishig'i yaqin kelmas deb o'yladi. Nuzugum eshikni echib hoyliga chiqdi. Pokar tomlar bilan qo'rshalgan hoyladimu hech kim yo'q edi. Yerim kechagacha davom qilgan to'ydan keyin odamlar qattiq uyquga ketsa kerak, atrof jimjit. Yaqinli bir yerdan xo'rozning qaraldan burun chillagan ovozi anglandi. Yerga yo'riq tushkicha qechib ketib olsam bo'ladi deb o'ylagan Nuzugum mengishini tezlatdi. U Sulun bilan elishiman deb vaqtning qandoq o'tib ketganini sezmay qolgan edi. Nuzugum darvozasi yo'q hoylidan cho'ng ko'chaga chiqishi bilan ko'zning salqin shamili badaniga urilganda nafsi kengaygandek bo'ldi. U usti bo'ri bilan yepilgan uyga bir qarab qo'ydi-da, ko'chaning o'tirisiga chiqmay eriq yaqilab mangdi. Eriqmu jimjit. Faqat eriqdagi shildirlab eqiyotgan suvning ovozila bu so'rin jimjitlikni buzib turadi. U xeylili issiq kiyinganda qilib edi, salqin shamolga chiqqanda vujudiga titrak olishib muzlab ketdi. Nuzugumni akelgan uy Sumulning cho'ng ko'chisida bo'lgani uchun u hech yoqqa burilmayla o'ziga qarshi ko'ringan sepil darvozasi tarafga mangdi. U xeylidan beri darvozaga qulib selib qo'ygan bo'lsa qanday qilarman degan andishi bilan uningga yaqinlashib edi. O'ylig'inidek qilin yog'ochdan yasalgan darvozaning bir emas, ikki yerida otning kolisidek qulublar turadi. Buni oz degandek darvozaning bir chetida naysisini quchoqlab zo'ngziyib o'ltirgan cherikning uxlayotganini ko'rdi. U teha oshu darvozadan chiqib olsala, tug'ilib o'sgan yurt makoniga yetib boradigandek xushal bo'lib ketgan edi. Endi oldida o'tkili bo'lmaydigan davon uchirgandek salpiyib qoldi. Uning ko'nglida endi qanday qilish kerak degan savol paydo bo'ldi. U keyniga qaytib kechining qorong'usida intayin hayvatli ko'ringan egiz sepilga nafrat bilan qaradi. Lekin shuningdami mahalla ichiga kirib ko'cha bilan mengishdan qo'rqib sepilning tuvi bilan ilgiriladi. Tunish emas yerlarda kechsi yo'l mengishdan tas ish bo'lsinmi? Nuzugum birer chaqirim mangmayla egiz o'sgan qo'rayliqqa yo'liqdi.
birdan bo'lsa-mu panohlanadigan yer tepildi deb qadamini itiklatib qo'rayliqning ichiga kirdi. Biroq bir necha 100 qadamla mengib, yuz ko'zi, bo'yini, qo'llari echishga boshladi-da, chidamasdan orqasiga yondi. Uning qo'rayliq degani sepil yoqisida o'sgan chatqonliqlar ekan. Nuzugum badanining echishgan yerlarini uvlab, bir hazog'icha sepil to'yida o'ltirdi. Bir chaqda uning quliqiga shildirlab oqqan suvning ovozi anglandi. U echishgan yerlarga yog'ilqini ho'l qilib surkab beqish uchun chatqonliqning u chetida eqiyotgan eriq to'viga bordi. Eriq xeyli yo'g'on va cho'nqur edi. Nuzugum eriq ichiga tushib, yog'liqini suvga chilab, echishgan yerlarga surkidi. Bir pas shunda qilib turgandan keyin, ko'chada mangandan ko'ra, mushi eriq bilan mangsam yaxshi emasmi? Xalqlarning ko'ziga tushmayman, degan o'yga keldi-da, sepildan taxminan 50 qadamcha tövanda turgan eriq ichi bilan yo'lini davom qildi. Eriq bir necha uylarning so'nggishlaridan o'tdi ekan. Nuzugum mundaq yerlarga kelganda pakar tomlardan otlab o'tadi-da, yana eriq ichiga tushib oladi. U 5-odamning uyidan o'tmoqchi bo'lib tomdan tushganda, oldidan qandoqdir bir narsa xortildab o'tib ketdi. Nuzugum qo'rqinidan yuragi og'ziga tiqilib, tomdan tushgan yerida o'ltirib qoldi. Ya Allah jinim Xudoyim, bu nima baloga opatdi? U bir oz turib elib, o'zini sal to'xtatib oldi-da, boyiga qaraygan narsa ketgan tarafga zan selib qaradi. Ko'ziga cho'ngliqi Mo'ng'ul yezlaridagi ishlarchilik. Ammo beshi bilan putlari ularga o'xshashmaydigan bir necha qora quri narsalar ko'rindi. Ularning ba'zilari tumshuqi bilan cho'naklarni tilg'ab, nimanidir izlab yuradi. Nuzugum bir pas o'zini unutib, bular nima narsalardir deb hayron bo'ldi. Ongacha ulardan biri xortildigan holda Nuzugumning qeshig'iga kelib qoldi. Tunguskan! Nuzugum ham qo'rqqan, ham xushal bo'lgan holda o'rnidan turib eriq ichiga tushib mengib ketdi. U eriq ichi bilan yo'l yurib, cho'naklarni tugitib ko'chaga chiqqanda, eriq o'ng'i burilib yo'qirladi-da, 50 qadamdek yerga borganda qorayib ko'ringan sepilga taqashdi. U endi qanday qilaman degan vahimaga tushib, eriq ichida xeyligacha o'ltirdi. Sepil ostidagi sungishdan eqib chiqayotgan kichikgina suv bir xil ovozda shildirlab oqmoqda. Nuzugum bu yerda o'ltiraversa bo'lmaydiganligini sezib, o'sha sungishdan o'milab chiqib ketishni niyat qildi-da, etaklarini tutib, yana eriq ichiga tushdi. U kiyimlarining ho'l bo'lganiga qaramay o'milashga boshladi. Biroq beshi qattiq bir narsaga taqishib qoldi. U taqashgan bu narsani toshmikin deb o'ylab, elib etishga qo'lini sunavedi, bo'lmadi. Uning beshiga taqashgan narsa bir necha qo'ziq edi. Nuzugum usti beshining ho'l va patqoq bo'lishiga qaramay, xeyligacha aytishib yurib, ming bir mushaqqat ichida qo'ziqlarning ikkisini sundirib, 3-4ni yulib degidek oran elib tashladi-da, sepilning sirtiga chiqdi. U ochiqchilikka chiqqanda xuddi biri bo'g'ib qo'ygan kekirdigini yeshib etgandek erkin nafas oldi. Mursidagi eg'ir yukni elib tashlagandek yeniklashib, put-qo'li bo'shishib qoldi. Ancha ko'p hayal o'tmay, bu kasofatning yurtidan rost chiqib bo'ldi-mu, yolg'onmi degandek eriqning yoqasi bilan o'rladi. Oralab orqasiga qarab qo'yatdi. Sumul tarafdan qo'g'lab kelayotgan hech kim ko'rinmaydi. Mahalladan xeyli yiroqlashib ketgan o'xshaydi. Sumuldagi ishlarning erinchaklik bilan havshishlari, xo'rozlarning chillashlari olinib turadi. Atrofda qandoqdir so'rin jimjitlik hukm surmoqda. Nuzugum beshini egiz ko'tirsa, go'yo biri ko'rib qoladigandek engishib, tugunini qo'ltiqqa qisqan peti bir oz shumshiyib turdi. U sumuldan qechib chiqquncha nega berishni o'ylamagan edi. Mana endi sal to'xtab, o'pcho'risini taxmin qilib, atrofiga takshi bir qarab chiqdi. Yuqori tarafdagi Tangritog'ning bir tarmoqi oy nurida oqirib turadi. Qashqar shu tarafda.
Nozugum ashu tog'dan o'tsila o'z yurtiga yetib boradigandek xushal bo'lib, xeyligacha u tarafdan ko'z uzmay qarab qoldi. Uning ko'z oldiga ashu tog'ning kungay tarafida qolgan al-yurt, qavm qarindoshlari, billa o'sgan do'stlari keldi. Bir turib, cho'ng yulduz tarafda qolgan Boqan bilan okisini o'ylaydi. Ular Nozugumning tinch omon qechib ketishini tilab, o'zlaridan g'am yemasligini jekigan edi. Amdi u ikkisining taqdiri qandoq bo'ldi ekan? Mo'ng'ullar okisini bek qattiq urib ketib edi, balki bu chaqqichi o'lib ketgandir. Hozir Nozugumning ko'ngli yumshab, talay vaqtdan beri qalbida o'chib ketgan issiq sezimlar yana uyg'ondida o'zini birdamdala oshu tug'ilib o'sgan yurtida yurgandek his qildi. Ushtumtut paydo bo'lgan parishon o'ylar uni arshi aloga ochiqib edi, lekin shu yurtlarga elib boradigan yo'llarning muzdovon orqali o'tadiganligini eslaganda, u yerdagi muz ustida yog'ochdek qetib qolgan ot eshaklar, o'lib ketgan odamlarning ko'zlarining porqirib turganligi ko'z oldiga keldi. Bir chaqda u bu o'ylardan kechib shimol tarafga qarab edi, oy yo'riqida porqirib turgan Eli daryosiga ko'zi tushdi. Amdi uning yodiga qo'mishlarni bog'lab sol yasab, daryo bilan qochaman deb tortgan azob oqibatlari. Solullarning qo'mishliqqa o't qo'yib o'zini tutib olganligi keldida, u kasopatlar hozirmi meni qo'mishliqqa ketdi deb shu tarafdan izdishi mumkin. Endi nega qaytishim kerak deb o'yladi. Tangri tog'ning g'arbga so'zilgan qismi qorong'u tunda ko'zga ko'rinmay qoladi ekan. Balki bu Ayshamning Eli Uyg'urlarini Manju hukmronlarining zulmiga chidamay qaytibotidi degan yerlari shu taraflarmikin? U yoqlarda rostila ozodlik bormidi? O'tgan qitim men qaytib ketalmagan Olmoli degan yerlar nadidu? deb o'ylagan Nozugum bir turib shu yoqqa ketmoqchi bo'ldi. Bu taraflarning talay odamlarini ko'rdim. Eli Uyg'urlarning o'z qayg'usi o'ziga yetib oshidi ekan. Ularning orasida mening mo'ng'imga dardimga davo bo'g'idek birari chiqmadi. Endi jonga hamroh bo'g'idek biror odam chiqsa faqat shu yoqdan tepilib qolamdikan tang. Mo'ng'ullar bo'lsa meni izlab bu tarafdagi hamma yerlarga jokor chiqarib qo'riqchilarini qo'yivetdi deb o'yladi. Endi uningga hayot kechirish uchun qibla tarafga qarab mengishdan boshqa yo'l yo'qdek belindi. Ammo u tarafga qandoq berish kerak? To'p-to'g'ri mo'ng'ini bilan buni hamma narsa olqonda turgandek ko'rinadigan dalada tezlik ko'zga cheliqib qelishi mumkin. Sumulga kelayotganda bu taraflarning yiroqdan qorayib ko'ringan do'nglikdagi chig'liqlardan boshqa yo'shirung'idek yerning yo'qligini bayqagan. Hozir shuningdan boshqa qechib mukkidak qulaylik yer yo'qdek ko'rinadi. Shunga u birarning ko'ziga cheliqmas vaqtida chopsonroq shu tarafga ketib olay degandek eriqni yaqilab ketgan chig'ir yo'l bilan ittik yuqori o'rladi. U yugurgandek mong'alligi uchunmi tarlab ketgan edi. Endi sal ostiroq mengib edi, tog'dan chiqayotgan ko'zning sovuq shamili kiyimidan o'tib muzlashga boshladi. Yuqoridan eqib kelayotgan eriqning ikki qirg'iqidagi egiz dövlangan to'pining ba'zi yerlarini egiz o'sgan qo'mishlar qoplab ketgan edi. Nozugum qo'mish degan faqat daryo bo'yidagi sozliqlarda o'sadiganligini uqatdi. Lekin qo'mish sozliqda emas, sho'rtang yerlardami o'sadigan emasmi? Nozugum ichida bularning bo'g'inimi yaxshi, kaynimdan izlab yurgichlardan jonni qochirib mumkin velishga dalda bo'ladi deb o'z ko'nglini o'zi xush qilib qo'ydi. U sumuldan chiqib 1-2 soat mong'andan keyin bu tarafning o'ymon cho'nqurg'a apilishib, amdi ko'ngli xotirjam bo'lib qolganda, birdilla o'zi bo'g'ib solun amaldori yodiga yetib, bu ishni o'zining qilganiga ishongisi kelmadi. Nozugum shibalar o'ltiraqlashgan yurtdan chiqib, xeyli uzoqlab ketgandan keyin o'zining nega kelib qolganini mo'ljarlab boqdi. Bu chaqda osmondagi yulduzlarmi bir-birlab o'chib, tongning kayni suzilib kelayotdi. Tog' tarafdan chiqayotgan sovuq shamol borgan sari kuchaymoqda. U issiqanda oldini echivatgan pashmitining tugmalarini qaytadan etib qimdinib qo'ydi. U
Mundaq soğuqqa texi chiniqmaganliqdanmu boya badaniga o'lashgan titrak borgan seri kuchayib o'zini zodili isitolmadi. Sharmanda qilib og'rib qolmasam bo'laddig'u deb o'ylagan Nuzugum qadamlarini tezlatib ittik mengivedi, yana boshqadili isib ketdi. Yiroqda cho'qinlari oqirib turgan tog'dan boshqa hech narsa ko'rinmaydi. U ikki tarafida zich qo'mish o'sgan eriqni yoqilib ketib etib, nihoyatda cho'ng qora suv eqib turgan o'stanga duch keldi. O'stangning ichki teshini odam bo'yidan egiz o'sgan qo'mishlar besib ketibdi. Ularning yo'pirmoqlari qurib, po'piklari to'zishga boshlabdi. Ammo o'stangda eqiyotgan suv ancha ko'p emas edi. Bu suvning yo eqiyotganini, yo to'xtab qolganini farq etish tas. Nuzugum bu o'stangdan qandoq o'ssam bo'lar degandek sal tengirqab turdi. U o'stang ichini qo'mish besib ketganiga qaraganda ancha vala cho'nqir emas o'xshaydi, deb o'yladi. U o'stanga tushishga oldiramay yaqin orada ko'rik-po'rik badu degan o'y bilan xeyli yergacha qirg'oqni yoqalab mengib ko'rdi. Lekin u o'stangdan o'tgidek yerni topolmadi. Nuzugum yerga yo'riq tushib ketguncha o'stangning u qaytig'i o'tib biror yerga mo'kinib olish uchun oldiraydi. U suvni kechib o'tishdan boshqa amal yo'qligini sezib, putidagi chetikini selib, tizidan to'van tushib turadigan ko'ngliki bilan pashmitini yuqori ko'tardi-da, qirg'oqdagi qo'mishlarni tutib, o'stang ichiga serilib tushdi. Yozichi to'xtamay suv oqqan o'stangning ostini lotqa besib ketgan edi. Nuzugum bir ikki qadam oldiga mengivedi, puti loyga petib ketdi. Soğuq suvda shurkunib, orolda dam elib turgan Nuzugum cho'kib ketarmanmi deb qo'rqivedi, undaq bo'lmadi. O'stangning muzdek so'g'uq suvi birdilla chekisiga chiqib, uni andiktiribdi. U bir oz vaqtgacha ya oldiga, ya keyniga mongolmay suvning o'ttirisida mangdab turib qoldi. Boya oqmay bir yerda to'xtab qolgandek ko'ringan suvning tuvidagi iqimi kuchli ekan. Nuzugumga putini ching dasab, mahkam turmasa suv eqitib ketadigandek bilindi. U yana boyiqidek seyrilib, teximi cho'nqurga tushib ketmay degandek putini avaylab qo'zg'ab ilgirladi. O'stangning osti takshi edi. Dastlab o'stanga tushganda nihoyatda so'g'uq bilingan suvga teni ko'nib qoldimu, amdi u burunqidek andikib ketmadi. Murisiga ortib olgan to'gichini yuqori ko'tarib qirg'oqqa yaqinlashdi. Qirg'oqda turib qaraganda ancha keng emasdek ko'ringan o'stang nima uchundir uningga hozir daryodek bilinib ketdi. U ikkinchi qirg'oqqa yaqinlashganda puti chavi chatqonlarga ilishib, tinib qolgan latqada mongolmay qoldi. Ondan sal tovanrak berib, uzun o'sgan top qo'mishni tutib, oran deganda qirg'oqqa ulashdi. U qurib ketgan qo'mishlarning oliqonlarini qiyib, qonitivatganiga qaramasdan qirg'oqqa chiqib o'zini yerga tashladi. Va kiyim kechaklarining ho'l bo'lib ketganiga parvo qilmay, xeylig'icha o'rnidan turmadi. Odam bolasining erki o'z qo'lida bo'lsa tortgan jafolari hech qancha gap emas ekan. Nuzugum bir pas orom olgandan keyin o'rnidan turib, atlik bir joyni topdi-da, tugunini yerga qo'ydi. Kiyimlarini silib, siqib qaytadan kiyib oldi. U kishilarning er beshig'i kunchisa o'tik bilan suv kechar degan so'zlari mana mushundaq paytlarda aytilgan o'xshamamdi deb o'yladi. Sharq qizirib kelyotdi. U to'van tarafga qarasa, kechichi to'xtamay yugurib qochgan mahallasi yaqinli yerda turibdi. U olmon-talmon tugunini elib, kun petishga qarab mengib ketdi. Uning o'yi haqlar o'yg'inib, o'zining so'lun amaldorini o'ltirib qochqinini bilgicha yiroqroq bir yerga berib yo'shirnib elish. U o'ziga dalda bo'lg'idek narsalarni panoh qilib, ba'zida yugurib, ba'zida ittik mengib kelyotdi. Yuqoridagi tog'larning etaklarida turgan yezilar ko'rinib turadi. O'z nurini dastlabda tog' cho'qqilarga chashqan kun amdi past do'ngliklarni, ondan atrofdagi yezlarni yo'ritmoqda. Bu yezlarning dal-daraxtlari xuddi oltindek parqirab, Nuzugumni o'ziga chillab turgandek qiladi. O'ylarning mo'rilaridan chiqqan oppoq tutunlar kun nurida chechilib osmonga ko'tarilmoqda.
Nemishqidir yaqin orada ko'ringan yeza Nuzugumga yiroqda qolgan yurtini eslatdi. U bir turib, teraklar bekmi egiz yeziga ketsammikin, u yerda meni qo'yniga tiqudek biror odam chiqib qola. Ularning hammasini qabihlashib ketmagandi, deb o'yladi. Ammo u yeziga muni bosh oyog'i ko'rinmaydigan tekshi tuzlang orqali yetib borguncha to'qsinining ko'ziga chiliqib 90 qitim tutiladiganligini o'ylab, uningdan ko'ra o'zi qechib, mo'kinib, o'ginib qolgan mushu oydala to'qayliqlardan neri ketmaslikni ahd qildi. Chunki uning o'yicha bu yerlar izdiguvchilar kelsa, darhol yo'shirni belishga qulaylik edi. Shunglashqa to'limu yuqurlamay kun petishga meniverdi. Va mushunda ketiversam, bu Aysham degan yerlarga yetib borarman deb o'yladi. Nuzugum kun ufuqqa ko'tarilgicha to'xtamay mangdi. Bir chaqda egizrak do'ngga chiqib qaragan edi, cho'risi sepil bilan qo'rshalgan sumul xelili yiroqda qopdi. Atrof jimjit. Nuzugumning yodiga yana Solun amaldorini o'ltirib qechib ketayotganligi keldi-da. Sululla shu chaqcha Muti bu bilan Uyg'ur xotini o'rinlaridan turmabdi deb paranglashayotgandi. Ba'zilari bizni tong otquchi uxlamay, endi uxlagan o'xshaydi deyishyapamdikin, deydi. Bir turib, men bu qitim ashulaga bundan keyin Uyg'ur qizlarini qanday xorlisi shunda xorlab yerishi mumkin emasligini tunitib qo'ygandiman. Ular endi qo'lga tushgan qizlarga boshqacha muomala qiladigan bo'lar. O'zim mushu cho'l boyavollarda qog'i quzg'unlarga yem bo'lib o'lsam, Uyg'ur qizlarining qalbini qor kuch bilan egilash mumkin emasligini ko'rsatgandiman. Iparxon Robiyaga o'xshash qizlarning muhabbatga bo'lgan poklik, sadoqatligi orada shuncha yillar o'simi boshqalarga o'lgi ibrat bo'layotganligini isbotlagandiman. Manju Mong'ol amaldorlari Uyg'urlarning qiz juvonlarini qilish neyizlarning ostiga ilib, o'zi xohlagan ishlarga ko'ndirolmaydiganligiga ko'zi yetgandi. Ularning taqdirimiz mushundaqkan deb bosh egib turmaydiganligini tushungandi. Shuningdek, Eli vodisi bilan Tangirtog'ning kungay tarafidagi keng vodilarga joylashgan xalqlar, urug' tuqqanlarim, tunish bilishlarim, sevgan yarim mening tavardurdun, oltin, kumush va shahona nozi ne'matlarga aldanmay, o'z muhabbatimga sodiq bo'lish uchun mushu cho'l dalalarda oshyalang'ash qechib, mo'kinib yurganlarimni bir kuni bo'lmasa bir kuni asga ola. Ularga bularning hammasini aytib yetkazgidek odamlar chiqa. Bizga el yurtqa o'z muhabbatiga sodiq bo'lish haqida hikoya qiladigan ustozimiz Abdurahim Damollam mening bu sarguzishtlarimni anglasa, uzundan uzun dostonlarni yoza, deydi. Nuzugum mushu paytda Jahongir xo'ja qo'lga tushgandan keyin Qashqardan eliga palangan minglagan qiz juvonning ichida Menchang hokimiyatining zolim amaldoriga bosh egmay ozodlikka chiqib ketgan o'zini ularning orasidagi eng baxtli odamdek his qiladi. Hozir u bechoralar eli tavasidagi Manju Mong'ol va boshqalarning uylarida xorlinib kun o'tkazib deb o'ylashiga Shisan Daloyining uyida qolgan bu Aysham ko'z oldiga keldi. Uning hiliqi yumuq ko'z eri mening Solun og'inisini o'ldirib qechib ketganimni anglasa, u xotin sening bilan pichirlashib paranglashib yuradi. Ishkon gap so'zi bir. Uning nega yushirin olganini sen bilasan deb bu Ayshamni azoblayotgandikin, degan o'yga kelib do'stiga ichi og'rib ketdi. Mening bu ishim atili ularning hammasiga anglanadi. Shuningdan keyin Munjular bilan Mong'ullar u bechoralarning putlariga kishan zanjirlarni silib, bu so'g'idan otlamas qilib etmasi bo'ladi-ku. Nuzugum ularning qanday azoblarga uchraydiganligini ko'z oldiga keltirdi. Bir hisobda mo'g'u yaxshi bo'ldi. Balki mening bu harakatim ularga o'ysib qo'ya. Yolg'iz bizlar emas, boshqa iqlim, boshqa joylardami bizdek ayollarni qor kuch bilan tutib turayotgan zolimlar bordi. Menga o'xshash suygan yariga qo'shila olmay, azob chekib yashayotgan ojizlarmi ko'pdi. Ularni o'z azodligi, erkin muhabbati uchun kurash qilib, hatto jinini o'limga tutib berayotgandi, deydi o'z-o'ziga. Nuzugum ana shundoq o'ylarni o'ylab, vujudida qandoqdir bir kuch g'ayrat paydo bo'lgandek beshini tik tutib mongmoqda.
osmonga arg'amcha bo'yi o'rlagan kunning nuri dumbisidan o'tib badanini isitmoqda. O'zining to'van tarafidagi qo'mishliqlarmi shalanglashishga boshladi. Nuzugumga bir oz yergacha ochiqchilikda mengishga to'g'ri keldi. Ondan u pakar edir qirlarga olishib, kichik do'ng va jiralarni doldi qilib yo'qirladi. Bir chaqda Sumul tarafdan to'plashib chapgan otliq odamlarning qorisi ko'rindi. Ularning kaynidan chiqqan to'pichang osmonga ko'tarildi. Bu chaqda Nuzugum xeylili yuqori o'rlab ketgachga Sumul taksi ko'rinib turadi. U o'zini egizrak yerdagi to'plashib o'sgan qo'ng'iroq tikanlarning doldisiga oldida boyiqa ot choptirib kelayotganlarning qayoqqa mong'anligiga zan selib turdi. Ular mening motivini o'ltirib qashqinimni endi bilgan o'xshaydi. Hilimi shayton eziqtirib tog' tarafga qochmabdiman, deb o'yladi o'z parasitidan rozi bo'lib Nuzugum. Atrofdagi boshqa yerlarga qaraganda sal egizrak turgan bu do'ngdan har tarafga ketib borgan otliqlar aniq ko'rinadi. Ular birda qilin qo'mushliq ichiga kirib yo'q bo'lib ketadi-da, ochiqchilikqa chiqqanda to'p changlarni to'zitib ko'rinadi. Sharqqa qarab mongan to'p xeyli vaqtgacha ko'rinmay qoldi. Bir chaqda ular ketgan tarafdan osmonga turtak qora is ko'tarildi. Buni ko'rgan Nuzugum, Sululla meni yana qo'mishliqqa mo'kinib oldi deb o't qo'yuvasi kerak dedi o'z-o'ziga. Toqqa ketgan Sulullar bara-bara uzoqlashib ko'zdan g'oyib bo'ldi. Kechichi yo'l mengib borgan Nuzugum tuguchini yeshib, uningdan bir parcha go'sht elib qo'rsiqini to'yg'izdi. Shu oraliqda uningga harduq yetib qoldi-mu, ko'zi yumilib mugdashga boshladi. U o'ng yeniga qing'iyib bir oz yetishig'ila ko'zi uyquga ketdi. Nuzugum shu uxlagan peti yerga qorong'i tushib, teni muzlashga boshlaganda biroqla uyg'ondi. Ko'z pasli bo'lg'ini uchunmi bu atrofning havosi xeyli salqindib ketgan edi. Tog' tarafdan to'xtamay chiqayotgan sovuq shamol qurib qolgan o't cho'plarni uchirib, qo'ng'iroq tikanlarni charaqlatib, uyoq bu yoqqa ig'anglatib, Nuzugum zodila anglab boqmagan ovozlarni chiqardi. U bu ovozlarni anglaganda cho'chigandek o'rnidan dasturib tikkan, taskan va chig'irtmoq o'sgan yerlar bilan kun petishga qarab mangdi. Mushundaq ketaversam, bu manju zolimlardan qutulib boshqa iqlim, boshqa xalqlar yashaydigan yurtlarga berib, ozodlikka chiqib ketarman, deydi. Biroq uningga bu dunyo manjular bilan mo'ng'ullardan boshqa iqlimlar yashaydigan yerlar yo'qdekli bilinadi. Hurmatli radio anglag'uchilar, yozuvchi Turg'an To'xtamning Xinjiang yoshlar o'smirlar nashriyati tarafidan nashr qilingan Nuzugum nomli tarixiy romanini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atidagi programmamizda anglag'aysizlar. Men ba'zi xotinlarga o'xshash boshli chechini qirib tushirgan, ikki mangzi do'saqdek ko'pib turadigan Mo'ng'ul noyaning aytqiniga ko'ngan bo'lsam, hozir muni cho'pda emas, momuqdek yumshoq shoyi ko'rpalarning ustida yotatdim. Jinim otamni ko'rmay o'lib ketar bo'ldim men. Men Nuzugdek hech xotin cho'lda yolg'iz yurmagan.